U qo'llarimga qo'lini qo'yib sekin siqib qo'ydi. Bir daqiqa hayajondan yuragim urib ketdi. Yuzim qizardi, biroz uzoqqa qaradim. Ammo u qo'yib yubormadi. Aksincha sekin qo'llarimni mahkam ushladi. So'ng yuzlarimga qo'li tegdi. Bilmadim o'sha paytda nega qarshilik qila olmadim, balki qalbimdagi yolg'izlik va mehrga chanqoqlik mendan kuchli bo'lib qolgandir. Yangi kelin bo'lganimda hayotimning hammasi oldimda turgan katta bir sahifadek tuyulardi. Ertaga nimalar bo'lishini bilmasdim, ammo qalbim orzularga to'la edi. Biroq taqdir shunday qilib qo'ydiki, erim to'satdan majburiyat bilan safarga chiqib ketdi. Uning ketishi bilan uydagi barcha ishlar mening yelkamga tushdi. Qishloq uyi oson emas, chorva, hovli, oshxona hammasiga qarash kerak. Yolg'iz ayolga og'irlik qilishi tabiiy. Bir kuni uy oldidagi katta daraxtni kesib, hovlini tozalash kerak bo'lib qoldi. Majbur holda qo'shnimiz Jamshid akani chaqirdim. U mendan atiga 4 yosh katta, shunga qaramay menga doimo katta odamdek maslahat berib, yo'l ko'rsatib turardi. Uyning ichiga kirib kelganda yuzida tabassum, ko'zlarida esa bir xil iltifot bor edi. Uning mehribonligidan yuragim iliq bo'ldi. Jamshid aka og'ir ishlarni osongina qilib tashlardi. Qo'llari kuchli, ammo harakatlarida bir xil noziklik bor edi. Hovlida ishni tugatgach, ichkaridan choy olib chiqdim. U menga qarab, "Yangi kelin bo'lib, hamma ishni o'zingizga olibsiz-da, eringiz bo'lsa, yordamchi bo'lar edi", dedi. Men esa yurakdan chiqqan bir oz og'ir nafas bilan, "Ha, aka, ammo taqdir shunday. Sabr qilishdan boshqa yo'lim yo'q", dedim. Shu gaplardan keyin u sekinlik bilan ko'zlarimga tikilib turdi. Bir oz jiddiy, bir oz samimiy nazar bilan. Quloq solsangiz, gaplari juda shirin, mehribon edi. So'zlari orasida meni allaqachon o'zining nazarida ayol sifatida qabul qilayotganini his qildim. U qo'llarimga qo'lini qo'yib, sekin siqib qo'ydi. Bir daqiqa hayajondan yuragim urib ketdi. Yuzim qizardi, biroz uzoqqa qaradim. Ammo u qo'yib yubormadi. Aksincha sekin qo'llarimni mahkam ushladi. So'ng yuzlarimga qo'li tegdi. Bilmadim o'sha paytda nega qarshilik qila olmadim, balki qalbimdagi yolg'izlik va mehrga chanqoqlik mendan kuchli bo'lib qolgandir. Jamshid aka yuzimni silab shipshiriq ovoz bilan, "Sizga yolg'izlik og'ir tiyayapti. Lekin siz kuchli ayolsiz", dedi. Uning ovozidagi iliqlik, qo'lidagi issiqlik menga go'yo tasalli berdi. Shu kundan keyin uning har bir qadami, har bir so'zi yuragimni boshqacha urdirardi. Kunlar o'tdi. U mening uyimga tez-tez kelib turdi. Bahona qilsa ham ish topib berdim. Birga o'tkazgan har soatimizda u meni qalban va ruhiy jihatdan o'ziga yaqinroq tortardi. Har safar ko'zlarimga qarab, gapini shirin qilib aytganda, men o'zimni boshqa olamda sezardim. U bir kuni qo'limni yana ushlab, "Men sizga qattiq qarab qo'ydim, kelin. Men uchun siz oddiy qo'shni emassiz", dedi. Yuragim titrab ketdi. Uning so'zlari go'yo ichimdagi sirni ochib tashladi. Men ham yolg'izlikdan charchagandim, birovning e'tiboriga, iliq qo'liga chanqoq edim. Har gal u qo'limni ushlab yuzimni silasa, ichimda o'ziga xos bir kuch, bir his uyg'ondi. Hatto kechalari yotganda ham uning ovozini, shirin so'zlarini, qo'llarimni qachon ushlaganini eslab yotardim. Ertalabdan uy ishlari boshlanar, hovlini supurib, tandirni yoqib, non yopar, so'ng idishlarni yuvib, chorvaga yem tashlab yurardim. Yolg'iz kelin bo'lish oson emas, ba'zan qo'llarim titrab, belim og'rib ketardi. Shunday paytlarda Jamshid akaning kelib qolishini ich-ichimdan xohlar, garchi o'zimga tan olmasam ham, uni ko'rishga intiq bo'lardim. Bir kuni ertalab hovlida sigirni bo'glay olmay qiynalayotganimda u darvozadan kirib keldi. Ovozini past qilib, kulimsirab, "Keling, yordam beray, siz qiynalib qoldingiz", dedi. Men indamay yon berdim. U sigirni mahkam bo'gladi, qo'llarining kuchini ko'rib, beixtiyor ichimdan qoyil qoldim. So'ng sekin yonimga kelib, bilagimni tutdi. Shundoq yumshoq va iliq ushladiki, yuragim o'sha zahoti tez ura boshladi. "Kelin, sizni qiynashmayaptimi? Eringiz yo'qligida hamma og'irlik sizga tushibdi", dedi u ko'zlarimga tikilib. Men boshimni egdim, lablarimdan faqat "hammasi yaxshi" degan so'z chiqdi.
Ammo ichimdan yo'q, yaxshi emas, juda ham og'ir deb qichqirgim keldi.